Paxta tergan yaxshimi, paxta qo'ygan yaxshimi? Nima deysan? Qo'ygan yaxshi. Do'stlar, assalomu alaykum. Men Muhammad Aliga paxta terishni o'rgatyapman. Mana seni qatoring. Tush, terasan. Terishni bilasanmi? Terishni bilan birinchi marta qilaman. Birinchi marta qilyapsan, mana bunday ushlaysan. Fonlimi o'zini olamiz bu. Ha, tumash hammasini olasan. Hozir bizda fartuq yo'qligi sababli yeriga qo'yib ketaverasan mana. Bunday olasan, qara. Ha, shunday olasanda tera olib. Yo, barigin terib o'tirma, vaqt ketib qoladi. Buni bugun 100 kilo terishing kerak. Yo'q. Men bu paxta ham chiroyli, qara. Ya bu paxta bizning milliy boyligimiz bu. Xayrbi. Ulardan xabar rahmat deyish kerak. Kerakli narsa yo'q, hamma narsa yerdan pisadi, brat. Ha, shunaqa. Yerdan chiqaradi, masalan, qara. Agar shu narsalar yo'q bo'lsa ham o'zimiz nima qilamiz? Qiyin bo'ladi. Qiyin bo'ladi, rosa qiyin bo'ladi. Mana yer bilan, masalan, u yerdan biratan gurutmi, mayizmi, hozir o'zimiz yer degan narsalarimiz hamma yerdan keladi. To'g'ri. Agar suv bo'lmasa, Shunaqa. u suv sababdan bir-birimizdan yuraklarimizdan tinch bo'lsa, har doimda Xudodan so'ra degan narsa suv oqadi. Eng samogarami suv. Yomg'ir so'rash kerak birinchi o'rinda. So'rash kerak. So'ra degan joylar u ham biratan bir-birimiz yurak bitta bo'lsangiz, eng zo'r dunyodan yashaymiz hammamiz. Nima uchundan dunyo endi hozir qiyin, bir-birimiz yuraklar ko'p elektrik bo'ladi, tegmaymiz, tik bo'ladi. Tushundingizmi? O'zimiz bir-birimiz yuraklarimizdan paxta o'xshab qara, mana paxta mana buni qildi qara. Yana biri qara, qara. Bo'ldi. Shunday bo'laylik. Hayotda eng dahshat dunyo bilan. Paxta tergan yaxshimi, paxta qo'ygan yaxshimi? Nima deysan? Paxta qo'ygan yaxshi. Salomat bo'linglar.